o'sha payg'ambarimizni ikki olam sarvari koinot bizni har bitta qilgan ishlari biz uchun ibratda. Masalan, mana fatvo beruvchilaringiz jahannamga tayyorlaning deydi. Bilmasdan fatvo beramiz-ku. Masalan, qalampirni olib qo'y, pichoqni olib qo'y, chipirki tikka bo'lib qopti, ikki nikohlik kirmasin, mana chillaga, kelin kuyovga baxtsiz kirmasin. O'shanday degan odamlar o'ziga o'zi jahannamdan joy tayyorlaydi. Uning uchun hech narsada irim qilmaylik. Bugun seshanba, ikki hayitni o'rtasi shirk bo'ladi. Alloh taolo aytadi, hamma gunohni kechiraman, shirkni kechirmayman. Shuning uchun Alloh asrasin. Talabul ilmu farizotun ala kulli muslimin va muslimot deydi. Ilmni talab qilish har bir mo'min musulmonga farz qilindi. Mana soatlab telefon qarshisida o'tiramiz. Bir ko'zli dajjol deydi. Endi kim bilsin, bir ko'zli dajjol chiqdi deydi. Alloh asrasin. Bunga soatlab o'tirgandan ko'ra soatlab kitob o'qisak, miyamiz mana shunday ochiladi. O'sha hech bo'lmasa bir 4 ta hadis yodlab qo'yaylik, Qur'ondan 4 ta harf yodlab qo'yaylik. Erta nomai amolimizga yoziladi. Inson o'tgandan keyin o'sha katta daftar keladi. Qiyomat kuni shunday, u bizning nomai amalimiz bo'ladi. Uni ichida hamma qilgan yaxshi yomon amallarimiz yozilgan bo'ladi. Yana shunday joyi bo'ladi ekan, o'zimiz qilmagan savoblar yozilgan bo'ladi ekan. Hali Allohdan qo'rqar ekanmiz. Ey Robbim, mana bu savobni men qilmaganman desa, olaver, bu shohidaniki, shohida seni g'iybat qiluvdi, shohidani 20 yillik o'qigan namozini, tutgan ro'zasini, qilgan sadaqasini senga o'tkazdirib berdim dedi. Mana ikki kishi g'iybat qilib o'tiribmizmi? Uchinchi bir kishi kirib keldimi? Keyinchi demasin, boshidan gapir demasin. Shunday kirib keldimi? To'xtanglar, birodarlar, nima qilyapsizlar? Mayli, adashish insonlarga xos kamchilik. Jannatda otamiz Odam alayhissalom adashdi. Qarang, jannatda adashdi. O'sha yema degan mevani yeb qo'ydi. Bizga ham qilma degan ishni qilgan bo'lsak, uni o'tirib olib muhokama qilishga haqqimiz yo'q. Mo'min mo'minning oynasi, musulmon musulmonning do'sti. Mana shunday oynaga qarayapmizmi? O'zimizni ko'ryapmiz. Bitta mo'minga qaraganda ham o'zimizni ko'raylik. O'zimizga ravo ko'rmadikmi shu yomonlikni? Ikkinchi mo'minga ham ravo ko'rmaylik. Masalan, shunday kirib keldimi, uchinchi odam kuchi yetsa to'xtatsin. To'xtanglar birodarlar, nima qilamiz? Savobimizni o'tkazdirib. Agar kuchi yetmasa, bizni hurmat qilsa, astagina tursin, chiqib ketsin. Qo'shilib, keyinchi boshidan gapir demaylik. Hozir shunday zamonda yashayapmiz. Hamma yaqasini hidlab yashaydigan zamonda yashayapmiz. Hammani uyida nimadir kami bor. Shuning uchun o'tirib olib birovni muhokama qilmaylik. Oldingi zamonlarda sahobalarga kelgan ekan paloncha sahoba sizni shohida g'iybat qilyapti desa, uyiga bir patnis xurma jo'natgan ekan. Rahmat shohidaga, meni gunohimni ko'taribdi dedi. Bizga nima zarar? Hozir 20 minutdan keyin esimizdan chiqib ketadi. Baribir qilamiz shu ishni. Lekin ehtiyot bo'laylik. Bu men o'zimdan to'qib aytayotganim yo'q. Savoblarimiz qarang, 60 gradus issiqlarda ro'za tutamiz. Mana qahraton sovuqlarda sovuqqa tahorat qilamiz. Bizga nima zarar? Birovga o'tkazdirib yuborib. Shunda undan ko'ra to'xtaylikda, kelinglar, to'xtanglar, shuni haqqiga bir duo qilib qo'yaylik. Alloh adashtirib qo'yibdi, to'g'ri yo'lga boshlab qo'ysin. Adashmagan inson bormi? Alloh taolo aytayapti-ku, kechiraman deyapti. Hamma gunohni kechiraman. Shirkdan boshqa deyapti. Shirk bu nima? O'sha boshqa narsalarga sig'inish, polchilarga borish, o'sha narsalarni qilmasak, Alloh taolo tavba qilsak, hamma gunohimizni kechiradi. Mana o'ng yelkamizda o'ng farishta o'tiribdi, chap yelkamizda chap farishta o'tiribdi. O'ng yelkamizdagi farishta yaxshi narsalarni yozyapti, chap yelkamizdagi farishta gunohlarimizni yozyapti. Yana qarang, shunday yaxshi sharoit bor ekanda, bir gunoh qilib qo'ysak, mana o'ng yelkamizdagi farishta bundan 6 soat iltimos qilib turadi ekan. Yozma, tavba qilar, yozma, tavba qilar. Shuning uchun og'zimiz bekor bo'ldimi? Astag'firulloh, astag'firulloh. Bir gunoh qilib qo'ysak, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Mana shunday insonni olib borib qabrga qo'ygandan keyin bilamiz, qabr 2 qavat bo'ladi. Ikkinchi qavatda o'sha go'rkovga bilasizmi, aytiladi. Bunday o'tirib ko'rchi, boshing tegmayaptimi dedi. Bu bekorga aytilmaydi. Nima uchun aytiladi bilasizmi? Ko'mib qaytgandan keyin mayit o'tirg'iziladi. Qanday qilib o'tirg'iziladi? Nahiy munkar keladi va savol javob qiladi. Qani tirikligingda nima ish qilgansan? Bunday qilganman, bunday qilganman. Gurzu bilan bir uradi, parchalanib ketamiz. Yana qayta teradi. Nima qilgansan? O'shanda bizga namozimiz bo'lsa, Ramazonda ro'za tutgan bo'lsak, ihsonimizni doim bergan bo'lsak, o'sha yana aytayaptiki, kimniki oxirgi so'zi la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deb o'lgan inson hech qanday savol javob qilinmaydi ekan. To'g'ri jannatga ketadi ekan. Endi ko'rganmiz, kimimizdir onamiz, otamiz, momamiz, bobomiz vafot etgan,
har kimga nasib qilmaydi. O'sha xarillab qoladi yoki har xil gapni gapirib qoladi. Shuning uchun og'zimiz bekor bo'ldimi, bilsang yaxshi gapni gapirgin deydi. Bilmasang sukut saqlab, mana Alloh taolo qo'limizni tasbih qilib qo'yibdi. Agar chin tasbihimiz bo'lmasa, Alloh taolo qo'limizni tasbih qilib qo'yibdi. Bu charchog'i yo'q ibodat bo'ladi. Mana subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh deb ko'ring, og'zingizga tufrik yig'iladi. Shunday yutsangiz 70 dardga davo ekan. Hali tufrigimizni o'zi, uni aytganimizga qancha savob olamiz. Shuning uchun Alloh taolo eshitganlarimizga amal qiluvchilar qatoriga qo'shishni nasib etsin.